Alo. Allo, assalomu alaykum. Vaalaykum. Ilhomjon aka, siz bo'lasizmi? Ha, ha. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q, yo'q. Avvalambor bugungi qarshi olgan yoshingiz Allohimizga suyukli banda, rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik ayyom tavallud kuningiz kelgan moh Ramazon oyi muborak bo'lsin deymiz. Rahmat. Allohim in'om etgan har bir kuningiz fayz va barokatlarga to'la bo'lsin. Kaftingizni ochib so'ragan barcha ezgu niyatlaringiz, go'zal niyatlaringizga Allohim sizni yetkazsin ilohim. Rahmat. Ayni damda tabriklar va qutlovlar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroqlar dasturi orqali siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Aynan bugun yaqin bir insoningiz sizga atalgan chiroyli tabriknomalarni, go'zal izhorlarni biz orqali sizga yo'llashni niyat qilgan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Qay bir yaqin insoningiz mana shunday samimiy tilaklarni siz uchun yo'llab qolgan bo'lishlari mumkin? Taxminlaringiz? Oilam qilish mumkin-da. Albatta adashmadingiz, zero sizni yaxshi ko'rguvchi, hurmat qilguvchi, ardoqlaguvchi turmush o'rtog'im meni borimdirlar. Ularning borliklariga shukr, ilohim umrlari uzun bo'lsin, baxtimizga hamisha sog' va salomat bo'lsinlar deya ta'kidlaguvchi, umr yo'llaringiz hamrohi bo'lmish umr yo'ldoshingiz Xurshidaxon opa tomonlaridan chiroyli tabriknomalar yetib kelibdi. Rahmat. Ularga qo'shimcha tarzda farzand ne'matlaringiz Jahongirjon, Shahruzbek, Maqsudbek, qolaversa barcha yaqin insonlaringiz nomlaridan qabul aylaysiz. Rahmat. Ijozat bersangiz ularning samimiy tilaklarini o'z egasiga, ya'ni sizga o'qib eshittirib bersam maylimi? Rahmat, tashakkur. Assalomu alaykum qadrbaland, qadrdonim, qadrli insonim. Hayot yo'llarimning hamrohi, oilamiz ustuni bo'lgan turmush o'rtog'im. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz bilan chin dildan samimiy muborakbod etaman. Sizga dunyodagi eng ezgu, eng chiroyli tilaklarni tilab qolaman. Ilohim tani joningiz sog', umringiz uzun bo'lsin. Qarshi olgan yoshingiz sizga xayrli bo'lsin. Bundan-da go'zal yoshlarni qarshi oling ilohim. Har bir kuningiz fayzli, barokatli bo'lsin. Fayzli, barokatli kunlaringizni safi ko'paygandan ko'payaversin. Allohim uyimizga nur, qalbingizga huzur, ishlaringizga esa omadlar ato aylayversin. Bizga ko'rsatayotgan mehringiz, mehnatlaringiz haqqiga yaratgan egam sizni ikki dunyo saodati ila siylasin. Ilohim yaqinlarimiz bilan haj, umra safarlarga bormoqlikni, Baytullohni tavof aylab, Makkatullohni ko'rmoqlikni yaratganim nasib etsin. Yaratganim hamisha sizni o'z panohida asrasin. Sizdek umr yo'ldosh bilan siylagan, sizdek mehribon insonni menga tuhfa etgani uchun Allohimga hamd va sanolarim bo'lsin. Ilohim farzand ne'matlarimizni, baxt va kamolini birgalikda ko'rib yuraylik. Bu aziz boshingiz sajdadan boshqa hech qayerda egilmasin. Hech qachon g'amlar, armonlar, dardlar sizga yaqin yo'lamasin. Umringiz bo'yi sizni baxt va iqbol tark etmasin. Parvardigori olamim hamisha sizni baxtlilar ichida eng baxtlisi, omadlilar ichida eng omadlisi etib o'zi sevgan ummati-yu bandalari qatorida asrasin, ardoqlasin, yaxshilarga hamroh qilsin u yomonlardan yiroq qilsin. Baxtimizga hamisha omon bo'ling. Ayyomingiz yana bir bora muborak bo'lsin. Qalbimning qo'rida yashaysiz o'ziz. Siz mening yagona, mening yolg'izim. Unutmang yurakda shu aytar so'zim, sizni boringizcha yaxshi ko'raman. Qimmatli mashina yoki saroylar, kerakmas sizdan-da tengsiz chiroylar. Havasda yurishsin men degan boylar, sizni boringizcha yaxshi ko'raman deya mana shunday chiroyli samimiy tilaklarni yo'llab qolgan ekanlar. Rahmat. Katta rahmat yetkazganingiz uchun. Xursand bo'ldingizmi ularni tabriknomalardan ko'nglingiz ko'tarildimi? Da, osmoncha ko'tarildi. Ularga aytilajak niyatlaringiz, qalb izhorlaringiz bo'lsa, bularning imkoni bor albatta. Uyamizda baxtingiz sog' bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Aytganingiz kelsin, Yaxshi kunlar ko'paysin. ilohim shunday bo'lsin deymiz. Biz ham mana shunday samimiy tilaklarga qo'shilib qolamiz. Ilohim yuzlardan oshib minglar bilan yuzlashib yuring deymiz. Eng asosiysi doimo mana shunday yaqinlar, farzandlar, oila a'zolaringiz ardog'ida bo'lib yurmoqlikdan aslo charchamang. Ayyomlarni yaxshi o'tkazib oling. Rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Dunyodan xoli
bo'lib ikkimiz kuylarga solaylik go'zal sevgimiz. Alamlarni qo'y, hasratlarni qo'y, baxt to'la onlarda o'tsin umrimiz. Dunyodan xoli bo'lib ikkimiz kuylarga solaylik go'zal sevgimiz. Qoldirmayin dilda g'am degan tuyg'u, shirin orzularda o'tsin kunimiz. Jufti halolim, mening jufti halolim, bu yurakkinamga o'zing madorim. Jufti halolim, mening jufti halolim, Tangrim menga bergan go'zal inomim. Jufti halolim, mening jufti halolim, bu yurakkinamga o'zing madorim. Jufti halolim, mening jufti halolim, Tangrim menga bergan go'zal inomim. Men devonang bo'lay, sen yagonam bo'lib, barcha sinovlarni yengamas kulib. Qancha fasllar o'tsin mayli asrlar, yashar ishqimiz ishon afsona bo'lib. Ishq otashida yonsin yuraklar, mehr daryosidan qonsin yuraklar. Bizdan o'rnak olsin farzandlarimiz, yashaylik qilib faqat go'zal tilaklar. Jufti halolim, mening jufti halolim, bu yurakkinamga o'zing madorim. Jufti halolim, mening jufti halolim, Tangrim menga bergan go'zal inomim. Jufti halolim, mening jufti halolim, bu yurakkinamga o'zing madorim. Jufti halolim, mening jufti halolim, Tangrim menga bergan go'zal inomim.